Assalomu alaykum. Ikkitasi birda o'zgacha kabob, pishloqlari cho'ziladigan qo'ziqorin hamda kartoshkani ustini ko'rchkali, ichini pyureli qilib mazali qilib tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi bo'lib mazali qiyma tayyorlab olish uchun shampinyon qo'ziqorini bandini ajratib, qirg'ichdan chiqarib olamiz. Yarimta bulg'or qalampirni mayda qilib to'g'rab olamiz. Ozroq tovuq filesini ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Pishloqlari cho'zilib mazali chiqish uchun mozzarella pishloqdan foydalanamiz. O'zim ishongan mazali va sifatli Bahodiriy pishloqlardan foydalandim. Kazdinka hamda sirniy lavka do'konlaridan topasiz. Pishloqni qirg'ichdan chiqarib olganimizdan so'ng tuz, qurtilgan sarimsoq, piyoz, murch solib, yaxshilab aralashtirib, urib yopishqoq qiyma tayyorlab olamiz. Qiymani o'rtasi bo'sh bo'lgan qo'ziqorin ichiga presslab, yaxshilab joylab olamiz. Endi kartoshkani tayyorlab olamiz. Yangi chiqqan kartoshkaga tuz solib, 10 daqiqa qaynatib olamiz. Kartoshkani pishgani yana ham chiroyli va mazali qilish uchun marinad tayyorlab olamiz. Marinadni to'liq retseptini opisianiya va kommentariyada yozib qoldiraman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni unutmanglar. Qo'ziqorinni siqlashdan oldin orasiga shunaqa mozzarella pishlog'ini joylab chiqishinglar, pishganda yana ham cho'ziluvchan, ishtahochar bo'lib chiqadi. Ko'rib turganingizdek, qo'ziqorinni ikkitasini bir-biriga qaratib siqlaymiz. Shunda ichidagi qiymasi pastga tushib ketmaydi. Kaboblarni orasiga ikkita siq dumba qo'yganim sababi yog'lari erib, tutab, kabobga o'zgacha mazza beradi. Kaboblarni pishirishda 4 ta tomonni tez-tez aylantirib, ichidagi qiymasi pishgungacha pishirib olamiz. Videoni kimga jo'natishni bilasiz? Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like aymasangiz xursand bo'laman. Bujon qo'ziqorinni yaxshi ko'radingiz, o'zgacha qilib pishirib keldim sizga. Voy, baraka topinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Bay, juda mazali. Endi tez tayyorlab berasan.